Hurmatli talabalar, birinchi amal mas'uliyatimizda MS Access dasturi yordamida kutubxona axborot faoliyatini avtomatlashtirish masalasini ko'rib chiqamiz. Demak, bunda qanday topshiriq beriladi? Demak, topshiriqning berilishi. Demak, MS Access dasturi yordamida kutubxona, men 305S deb nomladim sirtqi talabalar uchun. Xo'p, bu yerda hamma o'zining guruh nomerini qo'yadi. Nomli ma'lumotlar bazasi yarating va unda quyidagi jadvallarni tashkil eting. Birinchi jadvalimiz demak kitob fondi, ya'ni kitoblarni kitoblar haqidagi ma'lumotlarni o'zi saqlaydigan jadval. Ikkinchisi kitobxonlar nomli jadval tuzing. Bunda kitobxonlar haqidagi ma'lumotlar beriladi. Kitob berish nomli jadval tuzing. Bunda berilgan kitoblar haqida ma'lumot turadi. Hamda kitob qaytarish nomli jadval tuzishimiz kerak. Bunda qaytarilgan kitoblar haqidagi ma'lumotlar turadi. Demak, bu jadvallarning strukturasi quyidagi ko'rinishda bo'lishi kerak. Mana birinchi kitob fondi jadvalining strukturasi. Demak, birinchi inventar raqam, keyin kitobning nomi, muallifi, nashriyoti, nashr yili, soni, narxi hamda almashtirilganligi. Demak, bu kitob biror bir boshqa bir kitob bilan almashtirilgan bo'lsa, shu ustiga belgi qo'yamiz. Hop, kitobxonlar jadvalining tuzilishi mana bu yerda berilgan. Xuddi shuningdek, hamma jadvallar tuzilishlari berilgan shu ko'rinishda. Bu tuzilishlar shartli ravishda qilingan. Bularga qo'shish yoki ba'zi kerakmas joylarni olib tashlashingiz mumkin. Bu endi kutubxonangizni nimasidan kelib chiqqan holda qilishingiz mumkin. Nizomdan kelib chiqqan holda qilishingiz mumkin. Endi demak, birinchi jadvalni tuzishni boshlaymiz. Ya'ni kitob fondi jadvalini qanday qilib tuzamiz? Buning uchun avval MS Access dasturini ishga tushiramiz. Hamda yangi pustaya baza danixga bosamiz. Xo'p, bu yerda mana bu yerga email fayl maydoniga shu ma'lumotlar bazamizning nomini yozamiz. Bizda kutubxona edi, to'g'rimi? Kutubxona chizgicha 305 S deb yozaman. Sizlar o'zingizlarda demak 301 bo'lsa 301 S chizgicha o'zingizlar ismingizga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa boshqa 302 bo'lsa 302 S deb o'zingizlar ismingizga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, keyin qayerga saqlanyapti? Shuni nima qilaman? Men My dokumentimni ichiga saqlayman. My dokumentimni ichiga saqladim. Tak. Ish formatda saqlayveramiz 2007. Xo'p, OK bosamiz. Hamda sozda tugmasini bosamiz. Sozda tugmasini bossak, shunday ma'lumotlar bazasi yaratiladi. Mana yuqori qismini qarasanglar, mana sarlavhalar satrida kutubxona 305S baza danih, demak ma'lumotlar bazasi. Endi jadval yaratish uchun bu yerda avtomatik ravishda o'zi bitta jadvalni ochib beradi. Shu jadvalni o'zgartiramiz endi biz. Buning uchun jadval tablitsa bir nomi ustiga sichqonchani sichqonchaga ko'rsatishni keltirib, uning o'ng tugmasini bosamiz. Hamda konstruktorga kiramiz. Ya'ni biz jadvalning nomini so'raydi. Bizda bu jadvalimiz kitob fondi bo'ladi. Kitob boshqa fondi. Mana kitob fondi. OK'ni bosamiz. Hamda konstruktor rejimida ochiladi jadval. Endi biz buni bundan foydalanamiz. Strukturasini ko'rib, o'tdan qilamiz. Buning uchun men yonma-yon qo'yib olaman. Xo'p, birinchi inventar raqam ekan. Xo'p, mana shu yerga kodni o'chirib inventar raqam yozaman. Inventar raqam. Xo'p, inventar raqamni men tekst deyman, korotkий tekst deyman-da, mana bu yerga 4 ta nima qo'yaman. Bu yerga 4 ta maydon o'lchamini 4 ta belgi deyman. Ya'ni inventar raqamni qanaqa yozaman? Mana ikki yozib ko'rsataman sizlarga. Mana o'zbekcha kitoblari bo'lsa O deyman-da. O deyman. Xo'p, bundan keyin 001. Xo'p, ruscha kitoblar bo'ladigan bo'lsa R deyman-da, 002. Inglizcha kitoblar bo'ladigan bo'lsa J 00 uch mana masalan. Shunaqa ko'rinishda qilaman. Va hokazo boshqacha o'zim. Endi bu kutubxonani
nizomdan kelib chiqadi. Kutubxonada qanday belgilangan. Agar 1, 2, 3, 4 deb berilgan bo'lsa, 1, 2, 3, 4 qilib ketiladi. Xo'p, keyingisi ikkinchi kitob nomi. Kitob nomi deyiladi. Kitob nomini ham korotkий tekst deymiz. Faqat bu yerga kitob nomiga bir 50 ta belgi qo'yib qo'yaman. Shun bilan 50 ta harfdan iborat bo'lishi mumkin. Eng uzun kitobning nomi 50 ta harfdan iborat bo'lishi mumkin. Undan oshib ketmasa kerak menimcha. Xo'p, undan keyin muallifi. Keling, mualliflarga ham endi ko'p muallif bo'lishi mumkin. Korotkий tekstni buni ham 50 ta qilib qo'ya qolaylik. 50 ta. Xo'p, undan keyin nashriyoti. Nashriyoti deymanda, nashriyotini endi hop nashriyotni tanlaydigan qilamiz. Biz nashriyotlarni olib chiqamiz. Hop, nashriyoti deymizda oxirigacha mana master postanovka degani bor. Shunga tushamiz. Ochiladi. Будет введение mana buni tanlaymiz. Будет введение nobir значение deymiz. Dalya deymiz. İlk betki nashriyotlarni olib chiqamiz. Keyin birinchi cho'lpon bo'lsin. Cho'lpon. Hop. Keyin G'ofur G'ulom. G'ofur G'ulom. Keyin Toshkent. Keyin o'qituvchi. Keyin Sharq. Undan keyin ilm-fan. Bu hokazo bo'lishi. Yana bizni davom ettiraverasizlar. Keyin Daliya i gatovani bosib qo'yamiz. Bo'ldi. Undan keyingi nashr yili deymiz. Nashr yiliga demak, nashr yilini korotkий tekst deymizda 4 ta qo'yamiz. Masalan, 4 ta 2001, 2002 ketaveradi. 4 ta. Xo'p, undan keyin soniga tak числовой deymiz. Tak bayt qo'yaylik. Yetarli. 256 ta bitta hisob bir xil kitob 256 tagacha berish mumkin. Xo'p, undan keyin narxi deymiz. Narxi denizli deb qo'yamiz. Mana denizli tanlaymizda. Xo'p, fiksirованный tanlab qo'yamiz bu yerda. Fiksirованный tanlaymiz. Xo'p, bo'ldi. Keyin almashtirilganligi. Almashtirilganligi deymiz. Bu yerda shu almashgan kitob inventariy raqamini yozadi. Demak, bunga nechta tanladik? 4 ta tanladiga, bu yerga ham 4 ta qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, mana shu bilan birinchi jadval strukturasi tayyor bo'ldi. Endi uni bosamiz, saqlash tugmasini bosamiz mana. Tugmasini bosamizda buni yopamiz. Bu X1 yopamiz. Xo'p, mana 2 marta bossak jadval ko'rinishda chiqadi mana. Jadvalimiz mana. Inventariy raqam va hokazo. Hozir birinchi jadval tayyor bo'ldi. Endi ikkinchi kitobxonlar jadvalini qilamiz. Buning uchun sozdaniya lentasiga kiramiz. Bu yerdan konstruktor tablitsa tanlaymiz mana. Tanlaymiz, bosamiz. Bu yerga birinchi ID raqamimizni yozamiz. ID raqami deb yozamiz. Hamda hop ID raqamiga demak 5 ta karraga 5 ta qilib qo'yaman. ID raqamini yozaman. Masalan, hop AA001. Shu ko'rinishda yozib ketaman ID raqamini.
Sirayli chiqish uchun qildim endi. Hamma o'zini kutubxona nizomidan kelib chiqadi. ID raqam qanday berilishini. Xo'p, undan keyingisi bizda ismi sharif ekan. Xo'p, ismi sharifini biz bu yerda bitta ustunda berib ketibmiz, lekin bitta ustunda qilib bo'lmaydi. Ismi uchun alohida, familiyasi uchun alohida, otasining ismi uchun alohida qilamiz. Tak, familiyasi deylik, keyin birinchi familiya deb ketamiz. Familiyasi. Xo'p, familiyasi korotkий tekst nechta? 25 ta yetadi. Xo'p, ismi korotkий tekst 15 ta yetadi. Xo'p, otasining ismi. Otasining ismi deymiz. Bunga ham korotkий tekst 25 ta yetadi. Tak, undan keyin sana kelyapti. Sana deymiz. Sana bu data время bo'ladi. Data время bo'ladi. Format bo'ligi краткий format datini tanlab qo'ysa, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Mana. Xo'p, undan keyingisi pasport berilganlar ekan. Pasport berilganlar. Buning uchun ham keyin bir 50 ta joy olib qo'yamiz. Korotkий tekst 50 olib qo'yamiz. Pasport berilganlarni hammasini chetga yozaveramiz. 50 ta. Tak. Hisobmasa qisqartirib yozamiz. Undan keyin tug'ilgan sanasi ekan. Bunga ham demak tug'ilgan sanasiga data время deymizda. Hop, mana bu yerga краткий format datini qo'yib qo'yamiz. Tak, undan keyin yashash manzili. Biz manzili yozamiz hamda bu yerga korotkий tekst kelar, bunga ham biz yashash manziliga 60 ta joy tashlab qo'yaylik. Yetadi. Telefon raqami. Telefon raqami. Bunga 13 ta joy yetadi bunga. 13 ta belgilaymiz telefon raqami. Bo'ldi, mana hammasini qilib bo'ldik. Endi birinchi maydon ID raqamini belgilab turib, buni kalt maydon qilib qo'yamiz. Ya'ni bu nima uchun qilinadi? Bu ikkita ID raqam bir xil bo'lib qolmasligini oldini oladi, kalt maydonlar. Bo'ldi, qilib bo'ldik. Demak, mana bu yerga saqlaning tugmasini bosamiz. Nomini so'raydi. Biz buni kitobxonlar deb yozamiz. Kitobxonlar deb qo'yamiz hamda o'q tugmasini bosamiz. Xo'p, bo'ldi. Bu jadvalimiz ham tayyor. Keyingi jadvalni ko'ramiz. Keyingi jadvalimiz kitob berish jadvali ekan hamda kitob berish jadvali hamda kitob qaytarish ekan. Demak, yana sozdaniyaga kiramiz. Mana qaytarish sozdaniyaga kiramiz. Konstrukt tablisiga o'tamiz. Xo'p, bu yerga tartib raqami deymiz. Tartib raqamini deb beramiz. Buni tartib raqamini biz sho'chi deymiz. O'zi avtomatik ravishda tartib raqam qo'yib ketaveradi. Bu kompyuter hamda kalp maydon qilib qo'yamiz. Kulchova polni bosib qo'yamiz. Undan keyin ID raqami deymiz. ID raqami kerak bo'ladi. ID raqamini yozamiz. ID raqami va qilganimiz bu yerda korotkий tekst deyamiz. 5 ta qilganmiz. 5 tani qo'yib qo'yamiz. Berilgan berilgan sanaga nima qilamiz? Berilgan sanaga data время deymiz. Mana data время tanlaymiz. Mana bu yerda korotkий format datini tanlab qo'yamiz. Mana korotkий format dati. Undan keyin qaytarish sanasi. Qaytarish sanasi deymiz. Qaytarish sanasini ham bu yerda demak data время deymiz. Bularga ham korotkий format dati deb qo'yamiz.
qaytarish sanasi. Undan keyin inventar raqam deymiz. Qaysi kitob qaytarayotgan bo'lsa, shu kitobning inventar raqamini yozamiz. Inventar raqam deymiz. Inventar raqam bizda tekstoviy 4 ta belgidan iborat edi. Undan keyingisi qarzdorligi deymiz. Qarzdorligi deymiz. Qarzdorligiga keling 10 ta belgi qo'yib qo'yamiz. Mabodo biror bir doimiy uzoq ham yozishingiz mumkin yoki qarzdor degan so'z yozishingiz mumkin. Xo'p, bo'ldi. Xo'p, bo'ldi. Bu ham saqlashni bosamiz. Bizdan jadval nomini so'raydi. Jadval nomiga kitob berishni yozamiz. Kitob berishni yozamiz. Bo'ldi. Endi buni ham yopamiz bittan. Yana so'zlarni kiramiz. Konstruktor tutamiz. Endi oxirgi jadvalimiz. Kitob qaytarish jadvali qilamiz. Birinchi bitta ham tartib raqam ekan. Tartib raqam sho'tchi qilamiz buni. Kompyuterda o'zi berib ketadi tartib raqamni. Kalit maydon deb e'lon qilib qo'yamiz mana. Bu yerda kalit rasmi chiqadi. Undan keyingisi ID raqami ekan. ID raqam, ya'ni qaytarayotgan kitob qaytarayotgan kitobxona ID raqami bo'ladi. Buni biz 5 ta belgidan iborat qildik. 5 ta belgidan iborat qilamiz. Endi inventar raqami, ya'ni qaytarilgan kitobning inventar raqami. Inventar raqam deymiz. Buni korotkий tekst 4 ta qildik, 4 ta qilamiz. Xo'p, undan keyin muddati o'tganlik, agar muddat o'tgan bo'lsa yozamiz, bo'lmasa yozmay qo'yamiz. Muddat o'tganlik, muddati o'tganligi. Necha kun o'tgan bo'lsa shuni yozib qo'yamiz. O'tganligi deymiz, muddat o'tganligi deymiz. Xo'p, buni kelinglar chislavoy qilib qo'yaylik, bayt qo'yaylik. 2 kun o'tgan bo'lsa 3, 4 qo'shimcha qilib qo'yib ketaveramiz. Hop, jarima deymiz. Jarima deymiz. Jarimani tekstni 10 ta qilib qo'yamiz, yetadi. Mana shu yerga 10 yozib qo'yamiz. Tekstni deymiz, 10 yozamiz. Bo'ldi. Yetadi. Endi jarima har xil ko'rinishda bo'ladi. Hop, kitob berilmasin deb yozgan bo'lishimiz, jarima qilishimiz mumkin. Keyin kitobni faqat o'quv zali uchun berilsin degan jarima qo'yishimiz mumkin. Har xil pulli jarima qo'yadigan bo'lsa, shu pulni ko'rsatib qo'yaveramiz yerda. Xo'p, bo'ldi. Bu ham bu jadval ham to'liq bo'ldi. Mana oxirigacha bo'ldi. Jarima oxirgi nima edi? Endi buni ham saqlaymiz. Saqlaganimizda jadval nomini so'raydi. Kitob qaytarish deb yozamiz. Kitob qaytarish yozib o'q tugmasini bosamiz. Ana, demak biz hamma jadvallarimizni yaratib bo'ldik. Mana, endi kattalashtirib, maslahiy jadval, birinchi jadval, kitob berish jadvali ko'rinishi, kitob fondi, buni yopaman, kitob fondi jadvalni ko'rinishi, kitob qaytarish jadvalni ko'rinishi, kitobxonlar jadvalni ko'rinishi. Mana hamma jadvallar bo'ldi, mana tayyor. Hop, jadvallarni yaratib bo'ldik. Bugungi darsimizda shu jadvallar yaratish. Endi bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Har bir jadvalda kalit maydon bo'lishi kerak. Uni qanday bilamiz? Buning uchun kitob fondini ko'rmoqchi bo'lsak, konstruktor orqali, inventar raqam, kalit maydon turibdi. Kalit maydon har bir jadvalda bo'lishi kerak. Hop, kitob qaytarish mana bu yerda mana tartib raqami kalit maydon. Demak, har bitta jadvalimizda kalit maydon bor. Shu bilan mana bugungi topshiriqni berilgan bugungi topshiriqni bajardik. Endi qolganlarini keyingi darslarda davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.